Quyidagilardan qaysi biri inglizcha so'z emas? A. Table. B. Apple. C. Flower. D. Osh. D variant bo'la qolsa, osh. Javobingiz qat'iymi? Ha, D variant osh. Buni qabul qilsak bo'ladi demak. Ha. Juda ham to'g'ri javob. Bunchalik sizni zehnli deb o'ylamagandim. Bizda keyingi savol. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Hello so'zi inglizchada nima ma'noni anglatadi? A javob: salom. B javob: non. C javob: dushman. D javob: kitob. A variant bo'lsin, salom. Maktabda eshitgan adashmasam bilmadim. Buni yakuniy javob sifatida qabul qilsak bo'ladimi? Ha, A variant. Juda ham to'g'ri javob. Tabriklaymiz. Endi esa hurmatli tomoshabinlar, bizda hal qiluvchi savol. Tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Ingliz tilini qayerda tez va juda ham oson tarzda o'rgansa bo'ladi? A javob: Oyda. B javob: Barselonada. C javob: Englifayda. D javob: Interda. Albatta, Englifayda. Buni yakuniy javob sifatida qabul qilsak bo'ladimi? Menimcha bunga aslo shubha yo'q. Demak, hurmatli tomoshabinlar, siz o'z variantingizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Ingliz tilini tez va oson o'rganish uchun esa plus belgisini qoldirish esingizdan chiqmasin.